Sizlar mana Naratdagi do'stlarni uqmaydigan, butunlay haqsiz bo'lgan ma'runi bilganlar bormi? Süp süzük su. Mana qarg'aylar mashina bilan mushakil chiqib bo'ldi, chidringlarni bu yerga qurisizlar. Xotirjam Naratdagi sayohatinglarni haqsiz mana davom etsanglar bulandı bo'lmamdi. Shunga tuqqanlar bundan başka yeni bir mühim iş var. 99 koyga 5 adamda yat adamga jatalaydigan yotoqni mana biz bir vatimiz. Ondan başka men kunda 5 egiz oyni bekor qilurman deb chiqqan deb endi o to'xtaydi. Tillasanglarmi to'xtaydi. Xijil bo'lib men yemaydi ekansizlar. Shunga 9 koy 9 mu? Kunda faqat 5 egiz oyni. Sizlar nima uchun bunday qilamiz degan chaqda mana 10 yillik choy ishlab chiqish tarixiga ega bo'lgan shirkat, ya'ni Shahtil markasida Ettirgulning Qizilgulchiyi, Yasman, Yolpoz sovutilgan choylarni tuqqanlar sundi. Demak, men mana e'lon tashviqot polisini mushu butun meni qo'llab kelayotgan do'stlarga sunsam bulamdi bo'lmamdi. Shunga 9 koytun 9 moddan men Naratda uy yetib olsam bo'ldi degan do'stlar bo'lib qolsa, meni qo'shib olgan 6 raqamini yo'llagan do'stlar bo'lib qolsa, Pingivel 88 ni undara qo'shinglar. Ayrimxonda bet uchur qaytarib olmadim. Undara qo'shsizlar. Men haqsiz o'rindan adresini aytib beraman. 9 koy 9 modlik. Ashu kigiz uyninki kunda 5 sana. Onun adresine aytib beraman. 5 sanda eshib ketganda 99 koydim manga do. Anda bo'lsa nima qarab turibsizlar? Qo'sh o'ylab darhol undara qo'shsizlar, menga uchur qo'ysizlar.